Jamoat bilan ovoz o'qiyapti, kuydirib tashlayapti meni. Nima qilyapti? Bu baxtli onasiga yopishyapman, lekin onasi ham qattiq yo'rayapti. Yo'q, bu baxtsiz bo'lish kerak. Baxtsiz bo'lish kerakmi? Bu bola qo'limda kelmay qoldi. Uylanolmayapti-da bu bola. Ha, qilyapti bunda. Nima qilyapti? Uylanmasin deyapti. Ha, qilyapti. Nima qilmayapti? Bu aytganimni qilmayapti. Shunda kalimalarni aytyapti. Kuyyapsanmi? Kuyyapman, men qo'lga kirolmayapman. Kalimalar aytsa uyga ham kirolmayapsan. Kalima emas. Hattoki boshdagi o'tirishda ham bismillah deb aytyapti. Mashallah. Buni xotini ham qattiq. Chunki namozda jamoat bilan o'qiyapti. Kirolmayapman men. Kecha ham o'z yuragini men ushatganman. Men qilganman hamma narsani. Men qilyapman, lekin chalg'imayapti bu. Chalg'imayapti. Robbisini tanib qoldi. Qilyapti bu. Men kulyapman. Men hech narsa qilolmayapman buning ichida. Meni shunaqa xursand qilyapsiz. Men xafaman. Sen xafamansan? Sen bolalarimni yondirib tashlading. Bu aytga o'rgatding bir yo'ldan yo'ldan. Nimaga o'rgatding? Yo'q. O'rgatamiz. Senlarni deb nima bu odamzod baxtsiz bo'lish kerakmi? Bo'lyapti bular baxtli. Baxtlimi? Ana uylan. Bular xursand, lekin men xafaman. Men xafaman. Xafaman. Ket undan ko'ra. O'ralashma bir ayollarimiz orasida. Meni yangilayapti. Kim yangilaydi? O'lib ketadi u qo'shilib. Senga yordam bera olmayapti u yangilayotganlar. Yo'q. Ha? Senga yordam bera olmayapti-yu? Yo'q. Subhanalloh. O'lasan hozir. Allohning kalomini o'qiymiz. Yo'q, o'qima. Bismillahirrohmanirrohim. Shunda Xudodan so'rayapti, Allohdan so'rayapti, kechasi kunduz. Nima tushunmayapsan? Xudodan so'rayapti. Oldin so'ramamidi? Yo'q, oldin so'ragani xalaqit qilamidi? Xalaqit qilardim. Hattoki namozlarda ham namozlarda o'qitmasdim bunga. Yo'q. Hozir o'qiyaptimi? Hozir ishlar ham yurishyapti buni. Subhanalloh. Ishlar yurishadi, hali qarabda. Bugun meni eng xursand kunlarimdan bitta xursand kun bo'ldi-yu, meni rosa xursand qilyapti. Buni onasi teylama desa, onasi ham qattiqlik qilyapti. Tushunmayapsan, men qaygadir borishim kerak. Qaydadir ket bu jasaddan yaxshilik bilan. O'lasan bo'lmasam, biz o'qiramiz endi. Harakat qilyapti. Senik ishlasa emas, buniki o'ziniki harakat qilyapti o'zicha. O'ziniki yomon, o'ziniki. Roqiy bo'lishi eng yaxshi roqiy insonni o'zida qoldi. Alloh topib oldi bu. Haqiqiy yo'lni topib oldi. Chunki otasini yo'lda topib ketyapti. Mashalloh. Alhamdulillahi robbil alamin. Men yahdihillahu fala mudilla lahu va men yudlilhu fala hadiya lahu deydi-yu. Alloh hidoyatlagan kimsani adashtirguvchi yo'q. Alloh adashtirgan kimsani hidoyatlaguvchi yo'q. Alloh seni ham hidoyatlasin. Qanday bir mushrika kofirlarga xizmat qilib yuribsan. Qilyapti u. Qilyapti yangi. Qara o'zingni jo'natib yuboryapti. Ko'rmayapti, bular baxtli bo'lgandi. Chunki onasi ko'chaga chiqsaki, aytishyapti onasini. Onasini vasvas qilib keldi va ko'rsatyapti. Keldi va ko'rsatyapti chunki. Ket. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.